Assalomu alaykum Soul House kuzatuvchilari. Bugun sizlar bilan 97 kvadrat metr noyob bo'lgan 3 xonali uyni taqdim etamiz. Qani, ketdik. Uyimiz Farg'onadan Quvasoyga olib boruvchi yo'l bo'yida joylashgan. Derazadan Farg'ona darvozasi ko'rishingiz mumkin. 5 qavatli uyning 2-qavatida joylashgan va bino lift bilan jihozlangan. Endi esa tasavvur qiling, bu kvartirani o'z xohishingizdek o'zgartirishingiz mumkin. Katta va qulay planirovka tufayli 3 xonali kvartirani bemalol 4 yoki 5 xonali qilib rejalashtirishingiz mumkin. Bu esa katta oila yoki keng uy-joyni xush ko'ruvchilar uchun ajoyib imkoniyat. Binoda lift bor. Bu esa yashashni yanada qulay qiladi. Sanuzel alohida, katta hojatxona va alohida keng hammom xonasi ham bor. Gaz juda yaxshi, svet esa o'chmaydi. Kvartira mebelsiz, ya'ni siz uni o'z xohishingizga moslab jihozlashingiz mumkin. Endi esa moliyaviy shartlariga e'tibor bering. Subsidiyamiz 20 yilga olingan, 2 yil esa to'langan. Keyingi 3 yil davomida har oy 2 million 800 ming so'mdan to'lanadi. Qolgan 15 yil davomida esa har oy 4 million 800 ming so'mdan miqdorida to'lov belgilangan. Kreditni davom ettirish yoki bir yo'la to'lash imkoniyati mavjud. Batafsil ma'lumot olish uchun va uyni ko'rish uchun shu nomerga murojaat qiling. Ko'rishguncha sog' bo'ling.